Homilador ayol uchun bel og'rig'i xavflimi? Ko'pincha homilador ayollar asosan bel og'rig'iga shikoyat qilib kelishadi. Ko'pincha bu bel og'riqlari homilador ayol uchun mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. Chunki homiladorlik vaqtida organizmda gormonal o'zgarishlar yuzaga keladi. Ayolning muskullari hamda paylari bo'shashadi gormonlar hisobiga va og'irlik markazi, umurtqa pog'onasi og'irlik markazi homila katta bo'lgan sari oldinga qarab siljiydi va boyagi bo'shashgan muskullarga nagruzka ortadi, ya'ni muskullar zo'riqadi. Shuning uchun ham homilador ayolni beli og'riydi. Bunday paytda homilador ayolga quyidagilar tavsiya etiladi. Birinchisi, og'ir yuk ko'tarmaslik. Ikkinchisi, uzoq muddat turgan yoki o'tirgan holatda bo'lmaslik. Uchinchisi, qulay poyabzal kiyishlik. To'rtinchisi, homiladorlar uchun maxsus mashqlarni bajarish. Beshinchisi, homiladorlar uchun bandaj taqish. Quyidagi holatlarda homilador ayoldagi beldagi og'riqlar xavfli hisoblanadi. Qachonki agar homila tushish xavfi bo'lsa, homilani muddatdan oldin tug'ilish xavfi bo'lsa, homilador ayolning beli og'riydi. Keyin siydik yo'llari yallig'lanishi, homiladorlik pielonefriti bo'lsa ham homiladorning beli og'riydi. Siydik tosh kasalligida ham homilador ayolning belida kuchli og'riq bo'ladi. Agar o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, bu xavfli asoratlarga olib keladi. Sizning homiladorligingizda bel og'riqlari kuzatilyaptimi? Shu haqida izohlarda yozib qoling.